أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz tabi'lerin qatarından bo'lgan yana bir tabi, yani bedel. Bugünkü dersimiz bedel hakkında bo'ladi. Endi biz bedelni etbi bayanni so'zlagan vaqtimizda bir qiz tushuntirish olib berilgan. Etbi bayan bilan bedelning o'rtasidagi farqlarni bir qiz so'zlagan. Yana bugungi darsimizda shu etbi bayan bilan bedelning o'rtasidagi farqlarni so'zlab bo'lgandan keyin darsimizni boshlaymiz. Endi odatda har qanday etbi bayan bo'lgan narsa bedel bo'la oladi. Bedel bo'lgan narsa etbi bayan bo'la oladi. Ammo ikkisining o'rtasida bir farq bor. Maqsad etbi bayanda cho'qim mubayyan maqsad qilinadi. Etbi bayan faqat mubayyanni izohlab beradi yoki uni xoslashtirib beradi. Ammo bedel mubaddalda maqsad qilinadigan jumlada bedel bo'ladi. Mubaddal faqat bir muqaddima yoki tamhid sifatida bo'ladiki, ya'ni mubaddal faqat badalni va bir nafs odamning ko'nglini ishtiyoq bog'latqizish sifatida so'zlangan so'z bo'ladi. Ya'ni tub maqsad faqat badal bo'ladi, mubaddal emas. Va shundaqla badalda omil takrorlangan niyatga asosan bo'ladi. Badalda omilni takrorlandi deb qaraymiz. Masalan, aqsama billahi Abu Hafs Umar deganda buni etbi bayanmi deymiz, ham badalmi deymiz. Badal desak cho'qim Umar Abu Hafsdan badal bo'ldi deymiz. Aqsama Umar deb bir omil takrorlangan bo'ladi. Etbi bayanda undaq emas. Shunga etbi bayanda bedel bayanni mubayyanni o'rniga qo'ymaymiz, ammo bedel mubaddalda bedelni mubaddalni o'rniga qo'yamiz. Shu omil takrorlanish niyatiga asosan bo'ladi. Demak, bedel mubaddalda omil takrorlanish niyatiga asosan bo'ladi deganligimizga asosan shu ikki o'rinda etbi bayan bo'lgan narsa bedel mubaddal bo'lmaydi. Uning birisi qasi deganda birisi tabi mufrad ma'rifa mansub bo'lsa, matbu munada bo'lsa, buni etbi bayan qilishga bo'ladi, badal mubaddal qilishga bo'lmaydi. Buni biz etbi bayan babida munati aniq o'tirib qo'ygan. Ya'ni tabi, ya'ni shu badal yoki etbi bayan degan so'z bo'lgan tabi mufradkan, ma'rifikan, mansubkan. Munada matbu munadaken bu çağda bu etbi bayan bulanmaydı. Ama nima etbi bayan bulalıdı, bedel mubaddal bulanmaydı. Mesela ya gulamu ya'mura degan o'xshash. Endi ya gulamu ya'murada ya'mur gulamning ismi bo'ladi asli, ammo gulamdan ya'murni bedel ağır bo'lmaydi, etbi bayan qilg'ili bo'ldi. Nima bedel qilg'ili bo'lmaydi desa, chunki bedelda omil takrorlanish intiga asosan bo'lg'achqa, hozir ya gulamu ya'murada buni takrorlasak ya'muru o'sudi. Halbuki bu ya'mura deb keldik. Endi yine shunaqa badalda mubaddalni o'rniga badalni qo'ysak bu ya'muru o'sudi. Halbuki buning i'robi ya'mura deb keldik. İkincisi yana bedel mubaddal bulanmaydigan etbi bayan bulalaydigan. Uningdan boshqa har qanday etbi bayan bedel mubaddal mubaddal etbi bayan bo'lsa-mu, ikkinchi bir o'rin tabi iliplamdan xoli bo'lgan, matbu iliplamlik kelgan va shundaqla iliplamlik ismga muzab bo'lgan. Masalan, buningga mashhur misol keldi. Anabnu tarikil bakri bishrin deganga o'xshash. Bishrini biz bakridan bayan qilamiz, ammo bakridan badal qilmaymiz. Bishrini bakridan badal qilsak, o joyda anabnu tariki bishrin degan bo'lib qoladi. O joyda at-tarik degan shu
ismul fa'il bu joyda iliflamsiz bo'lgan ismga muzab bo'lib qoladi. Chunki izobat lafzi babida o'tirib qo'ydik. Muzab iliflamlar kelganda cho'qim muzablaymi iliflamlar kasutdi deymiz. Shu bu yerda dedik-ku tabi, mesela tabi iliflamdan xali, bişri iliflamdan xali. Matbu iliflamlık, el-Bekri iliflamlık bulup, şu iliflamlık gelgen matbu iliflamlık bir süpetka muzab bo'lgan et-tarikiga. Ve onundan başka misalını görsek, ana ez-zaribu er-raculi Zeydin. Ana mubtada ez-zaribu muzab, er-racul muzab ley. Zeyd raculdan etbi bayan buludu ama bedel olanmaydı. Neymiş ki Zeyd'in raculdan bedel kılıklı olmaydı degende çünkü bu yerde metbu racul tabi Zeyd. Hem de tabi bir yerde iliplamdan hali geldi Zeyd. Ama metbu olan er-racul iliplamlık gelip bu ezzari bu degen iliplamlık süpetka muzab boğallığı üçün bunu etbi bayan kılışkı buludu, bedel kılışkı olmaydı. Neymiş ki er-raculunu ele ötüp Zeyd'ini er-raculunu onu koygulu oluş gerek, bedel mubeddelde koysak ana ezzaribu Zeydin bulab qoldi. Endi ezzaribu Zeydin bu cumhur ulamalarning ko'z qarashida durust emas. Buni durust deguchilar nihoyatda az bir qism ulamalar buni durust degan bo'lsa-mu, ko'p sonliq ulamalar buni durust emas deb qarag'achqa biz shu durust emas degan tim bilan o'tirib qo'ymoqchi bo'ladi masalani. Shu mana bu yuqorqi badal mubaddalning o'tirishga farq. Endi musannif badalni tunishtirib mundaq deydi. At-tabi'ul maqsudu bil hukm bila vasitatin huvel musamma badala. Hükümde maqsad qilinguchi bo'lgan tabi vasitasiz holatda hükümde maqsad qilinguchi bo'lgan tabi badal deb ataladi. Bo'lsa musannif dediki badalni nima deb ta'rif qildi? Badalni tabi dedi. Anda onun tabi ya ki bu tabi degandan bu tabi deganning ichiga sifat mavsuf, matfilay, ta'kid muakkid kirib ketadi. Endi hukmda maqsad qilinguchi bo'lgan tabi degan gapdan anda da sifat chiqadi. Sifat hukmda maqsad qilinmaydi, mavsufni taqma rushanlashtirib beradi. Ta'kid muakkid ki ta'kid chiqib qoladi, hukmda maqsad qilinguchi degan gap bilan, chunki sifat mavsufda ta'kid muakkadmi? Ta'kid muakkadniki ba'zi bir vahmlarni yo'qitib turadi, ammo u maqsad emas jumlada. Endi yine hukmda maqsad qilinguchi degan gapdan atbi bayon chiqdi. Atbi bayondami? Bayon jumlada maqsad qilinguchi, hukmda maqsad qilinguchi bo'lmaydi, hukmda maqsad qilinguchi mubayyan bo'ladi. Şuna hükümde maksat kılınıcı diyen gaptin bu nima emasken, atbi bayan emasken, sifat mavsuf emasken, ta'kid muakkad emasken degan bo'ladi. Anda olsa nima ehtimollik bo'ldi? Ma'tufillaylik ehtimollik olsa bila vasita. Vasitasiz hükümde maksat kılınıcı bo'lgandan keyin anda olsa ma'tufillay va harfat bilan iborat vasita bilan hükümde maksat qilinadi. Harfatsiz hükümde o maksat kılıngucu bulmaydı. Şunlaşka bunun harfat mı çıkarttı? Matufilay mı çıkarttı? Onda olsa qaz qap qaldı, bedel qap qaldı. Şunlaşka biz vasıtsız halatda hükümde maksat kılıngucu olan tabiini bedel deymiz. Ama vasıtılık hükümde maksat kılıngucunu matuf alay deb qaraytdık. Hamda mesela misal görsek hazır biz Ammar rakha'u fi zamanil halifati Ömer ibn Abdülaziz desek. Ömer ibn Abdülaziz'nin halifelik zamanında paravallık umumlaşkan desek, yani Ömer halifeden bedel oldu. Anda olsa Ömer halifeden bedel olsa, anda qanda oldu degende bu atbi bayan degan babda o'tirib qo'yilgan. Hozir buni biz badal mubaddal degan babda o'tirib qo'yilsak, maqsad bu yerda paravallikdan xalifaning zamonidami, Umar ibn Abdulazizning zamonidami bo'lsa, Umar ibn Abdulazizning zamonida. Chunki bu yerda Umar ibn Abdulaziz degan shu badal so'zlanmasa, o'chada xalifa degan so'z
yalğız holatda maqsad aniq aydın bo'lmay qoladi. Chunki xalifaning ayeti ko'p bo'lganligi uchun qozi xalifaning darajaligi aniq bo'lmaydi. Umar ibn Abdul Aziz desa maqsad aniq bo'ladi. Andaqda bo'lsa Umar ibn Abdul Aziz bu badal bo'ladi. Chunki jumladan maqsad qilinadi. Ammar raha fi Umar ibn Abdul Aziz desak bo'laveradi. Umar ibn Abdul fi zamani Umar ibn Abdul Aziz desak mi bo'ladi? Umar ibn Abdul Azizning zamonida farovonlik umumlashdi degilar bo'ladi. Shunga buni atbi bayon deymiz. Endi badalni biz tushundik. Badal degan vositasiz holatda, ma'tuf harfatdan iborat vositasiz holatda hukmni maqsad qilinuvchi bo'lgan bir tabi ekan. Unda da bu badal necha qismga bo'linadi degan bir savol chiqadi. Badal yana 4 qismga bo'linadi. Umumiy qilib aytgan chog'da bu 6 ga taqsim qilsak bo'ldi, ba'zilar 7 ga taqsim qilgan va ba'zilar 3 ta to'xtatgan. Musannif rahimahulloh bu yerda buni badalni 4 cho'ng jihatdan 4 qismga bo'lgan. Aqsamul badal mutabiqan aw ba'dan aw ma yashtamil alayhi yulfa aw kama'tufin bibal. Wazalil izrabi uzu in qastan sahib ve duna qastin galatun bihi sulib. Kazuruhu khalidan ve qabbilhu yada ve ribhu haqqahu ve khuz nablan muda. Bu bedel mutabık da'matuludu, mutabık buludu, ya ki bedel bazı buludu, ya ki bedel iştemal buludu. Ya ki bedel belülen boğan ma'tub qo'xshash buludu. Mana mushuni siz mushu belga o'xshash, belülen boğan ma'tub qo'xshash bo'g'inni izrobga nisbat biring, agar u matbuqqa matbu bilan birlikasi, ya'ni inqasdan sahib, ya'ni u maqsad shu maqsadga bil hamro bo'lib kelsa va duna qasdin g'alatun bi, agar u maqsadsiz kelgan bo'lsa, maqsad qilinmaganga hamro bo'lib kelgan bo'lsa, u g'alatdir, u badal shu, u g'alatlik shu badal bilan yo'qotiladi. Zuruhu xalidan deganga o'xshash. Endi bu baytning umum mazmuni biz sharhlashdan burun avvalan biz badal haqqa to'xtalamiz. Badal arba'atu aqsam. Badal 4 qism bo'ladi. Birinchisi badal mutabiq yoki badal kul min kul desak bo'ladi. Badal kul min kullan badal mutabiq ikkisi bir gap. Musannif rahimahulloh bu yerda badal mutabiq deb atadi, badal kulni. Endi badal mutabiq degan nima yoki badal kul degan nima desa, ikkinchi ism, ya'ni badal birinchi ismga ma'noda barobar bo'lganini badal mutabiq yoki badal kul deymiz. Masalan, amaltu tajira khalilan. Men savdoga bilan muomala qildim. Savdoga Halil bilan muomala qildim desak, bu yerda Halil badal, tajir mubaddal bo'ladi. Navoda tajir mishada bilan Halilning o'rtasida badal kulluq bo'lmasa, u chaqda ikkisi ma'noda barobar bo'lmagan bo'ldi. Mishada Halilni tajirdan badali kul min kul dedik. Shuning mubaddalni tashlab o'tib badalni akasak amaltu Halil degan ma'no chiqdi. Shuning badali kul min kul badali mutabiq ikkisi birga bo'lib, ikkinchisi badal mubaddalga ma'noda dal barobar kelgan bo'lsa, badal mutabiq bo'ladi. Endi bu badal mutabiq qismida yoki badal kul min kul qismida mushu badal mubaddalga qaytgan bir zimir bilan tutishab kelishiga ehtiyojlik bo'lmaydi. Ya'ni badalni mubaddal bilan tabi bo'lgan badalni matbu bo'lgan mubaddal bilan bog'lab turgan bir robitiga ehtiyojlik bo'lmaydi. Nimishqa deganda, chunki badal shu mubaddal minhuning ma'noda o'zi.
Bedel mubeddel minhu'nun ma'nada o'zi bo'lganligi uchun shunga bu bedelni mubeddel bilan bog'lab turadigan bir rabitaga ehtiyojli qolmaydi. Xuddi shu mubtadaning o'zi bo'lgan jumla ma'nada odatda rabitaga muhtoj bo'lmaydi. Bir jumla mubtadaning shu o'zi xabar jumladan ketdi. Aslida mubtada xabarning babidimi? Xabar jumladan kelgan chaqda shu jumlalab kelgan xabardan mubtadaga zimir qaytsa o'tdi. Anda da buningda zimir qaytmadi-ku desak, uningda qaytmaydi. Ya'ni shularga jumla xabar bo'lganda mubtadaga zimir qaytadi, lekin u xabar mubtadaning o'zi bo'lib kelgan bo'lsa, shu xabar olib kelgan jumla mubtadaning o'zi bo'lgan bo'lsa, ma'noda rabitaga muhtoj emasdi, xabar olib tushganda. Masalan, kalimatut tavhid la ilaha illalloh. La ilaha illalloh kalimatut tavhid deganga o'xshash. Mana bunda hech qanday rabita yo'q. Undan shuna o'xshaydi. Chunki o'zi shu. Endi ikkinchisi badal ba'z min kul. Yani kuldun badal ba'z hammadan bir qismini izohlash. Badal degan izohlovchi degan bo'ldi. Badal kul min kul to'liq izohlovchi bo'ldi. Badal ba'z min kul qisman izohlovchi deymiz. Endi badal ba'z min kul degan nima desa, ikkinchisi bo'lgan badal, birinchisi bo'lgan mubaddalning ba'zisi bo'lsa, bir juz'isi bo'lgan bo'lsa, buni badal ba'z min kul deb ataymiz. Masalan, qadaytu dayna sulsahu, men qarzning 3dan birini ado qildim degan o'xshash. Endi bu badal ba'zda cho'qim badaldan mubaddal qaytgan bir zimir bo'lish kerak. Mayli u zimir mazkur bo'lsin, bu zikr qilinuvchi bo'lsin, bu masalan qadaytu dayna sulsahu o'xshash, yoki bu zimir muqaddar bo'lsin bo'ladi. Masalan, valillahi alan-nas hajjul bayt man istata ilayhi sabila deganga o'xshash. Mishada man istata ilayhi sabila alan-nasdan badal bo'ladi. Yine Allah uchun insonlarning ustida Allah uchun Beytullahni haj qilish bor. Yine qanday insonlarning ustiga desa, shu Beytullahga yo'l jihatda qodir bo'ladigan insonlar ustida shunday kishilarga gadinda Beytullahni haj qilish majburiyati bor desak, mana mishada man istata an-nasdan badal. Chunki hamma insonning uningga qodir bo'lishi mumkin emas. Shuning bu yerda man istata ilayhi minhum, şu insanlar ichidan şu Beytullah qodir bo'ladigan kishiga Beytullahni haj qilish, tavob qilish ba degan ma'no chiqadi. Uchinchisi badali ihtimal. Endi badali ihtimal deganimiz tarkibiy izohlovchi degan bo'ldi. Endi tarkibiy izohlovchi deb atashimiz chunki mubaddal badalni cho'qim o'z ichiga olgan bo'ladi. Masalan, a'jabani ash-shari nizafatuhu desak, meni bu ko'cha, bu yo'lning pokizligi hayron qoldirdi desak, mishada shari shu pokizlik qo'ygan, pokizlikni o'z ichiga olgan bo'ladi. Shu mubaddal minhu shu badalni o'z qatiga olgan bo'ladi. Badal shu mubaddalga dalolat qilish bilan birga. Ya'ni mubaddal minhu shu badalni zikr qilishga ko'ngilni bir tashnalash, qiziqlantiradi. Rush darajada bu shundoq badal mubaddalning tarkibiy qismi, xarakteri, aloydiligi degan o'xshash bo'ladi. Shuni badal ihtimolda badal mubaddalning yoki bir aloydi xarakteri bo'ladi, yoki uning bir axloqi bo'ladi, yoki uning ilmi bo'ladi, badal shu mubaddalningki. Masalan, a'jabanul ustoz ilmuhu, a'jabana hazar rajul xulquhu deganga o'xshash bo'ladi. Shu tarkibiy izohlovchi deymiz, chunki axloqni shu'ar o'z ichiga olgan, ilmni shu'ar o'z ichiga olgan bo'lg'achqa. Endi mushu badal ba'zilan badal ihtimolning o'rtasida bir xil o'xshib qilish, elishib qilish tepilg'ili bo'lib qoladi. Ikkilisida mubaddal qaytgan zimir bor. Endi buni qanday farqlantirilish kerak deganda, badali ba'zda tabi bo'lgan badal mubaddalning haqiqiy bir juz'iy qismi bo'ladi. Masalan, qara'atu hazal kitob
nisbahu men bu kitobning yarmini o'qidim deganga o'xshash tabi bo'lgan badal mubaddalning haqiqiy juz'iy qismi bo'ladi. Mesela akaltur ragib sulsa men bu nonning 3dan 1ni yedim deganga o'xshaydi. Ammo badali ihtimalda-chu buningda tabi asli matbu'ning asli juz'isi bo'lmaydi. Yine badal mubaddalning asli bo'lgan bir juz'isi bo'lmaydi. Faqat badal mubaddal öz ichiga olgan arizi bir ish bo'ladi. Arizi bir ishlar badal bo'ladi. Mesela axloq bir mesela a'jabana hazar rajul xulquhu desak bu erning axloqi meni ajablantirdi, hayron qoldirsak xulquhu mishada badal ihtimal hazar rajul mubaddal bo'ldi. Mush mubaddal shu axloqni o'z ichiga olgan bo'ladi. Endi bu arizi ahval, ya'ni axloq shu erning ma'lum juz'isi emas amaliyotda. Uning faqatlam o'sha hazar rajulda tepilgan arizi bir ahval bu axloq. Onunla kin payda bo'lgan bir ahval. Ama şu badal ihtimaldi mı? Zimir yoki zahiran keladi yoki taqdiran bo'ladi. Masalan, qutila ashabul ukhdud an-nar zatul waqud desak, mishada an-nar al-ukhdudin badal. Badal ihtimal bo'ladi. Chunki xandak o'tni qanaqilgan o'z ichiga olgan. Xandak igillarga nalat bo'lsin, ya'ni yiqilg'uluq bo'lgan o't igillarga degan bo'ldi. Misha nar ne çünkü al-ukhdud öz qatiga olganlik uchun deymiz. To'rtinchisi badali mubayin. Yani badali farqli bo'lgan badal yine dedik. Badali mubayin bu üç qismga bo'linadi. Birincisi badali izrab, ikincisi badali g'alat, üçüncüsü badali nisyan. Anda da badali izrab degan nima? Burilish xarakterlik badal degan bo'ldi. Badali izrabda xuddi badal maqsad qilingandek mubaddalmi maqsad qilinadi. Biz bayam darsning oldida badal mubaddalda mubaddal maqsad qilinmaydi, badal maqsad qilinadi deganimiz u badal kul minkul, badal ba'z va badal ihtimalla qartilgan gap. Ammo badal izrabda cho'qim mubaddal maqsad qilinganga o'xshash, nima badal maqsad qilinganga o'xshash mubaddal mı cümlede maksat kılınğıcı budur. Her ikisi cümlede maksat buludu. Bedel ve mubaddal her ikisi maksat kılınğıcı budur. Bunun bedeli izrab deyimiz. Şu an bedeli izrabda mubaddal minhu maksat kılınıp zikri kılınıdı. Lekin mutkellim aşı mubaddalini zikri kıpla mubaddalini yüz örüydü ve mubaddalini şüphete taştap koydu ve tariktidu o mubaddalni onu nepime kılmasın yoki mubaddalni ispatlamasın, nepime kılmasın, ispatlamasın mubaddalni mutakallim şu pete qap onundan badalga yüzünüp ketadi. Bunu badal izrab deymiz. Ama badal g'alatchu. Badal g'alat. Badal g'alatda mubaddal minhu uningda bir xato g'alatda zikr so'zlanadi. Badal g'alatda mubaddal minhu g'alatda zikr qilinadi. Ondan badal ana shu xatolikni yo'qotish uchun tilg'ilingan bo'ladi. Amaliyotda badal g'alat desak, bu badal xato so'zlanib qolgan degan gap bo'lmaydi. Badal g'alat deganimiz ash xato g'alat so'zlanib qolgan so'zni o'ngshash uchun kelgan badal degan bo'ladi. Endi üçüncüsü badali nisyan. Badali nisyanda mubaddal unida maqsad qilinib zikr qilinadi. Maqsadlik holatda zikr qilinadi badali nisyanda. Ondan keyin mutakallimga shu o'zining maqsadining fasadligi, uning xato ekanligi aniq oydin bo'lib qoladi, ro'shanlashib qoladi. Ondan u to'g'ri bo'lgan badalni so'zlaydi. Şuna bunu badali nisyan deymiz. Bu badali nisyan degan unutib qolib so'zlagan badal degan bo'lmaydi. Badal mubaddal minhu maqsadlik so'zlanadi. Maqsad qilingan holatda so'zlanadi. Lekin badal nisyan deyishimiz asli shu badal nisyanda badal g'alat, badal nisyandan badal o herkes unutib qolib so'zlangan badal emas.
aşı asli bir nisyan aleti sözlengen bir mubeddel var. Şu mubeddeldeki nisyanlıkını yo'qotish uchun sözlengen bedel nisyan deb qaraymiz. Anda bo'lsa, badeli g'alat bilan badeli nisyanning o'rtasidagi farq nima desa, badeli g'alat tilga aloqador bo'ladi. Ama badel nisyan qalbga aloqador bo'ladi. G'alatlik tilga munosabatlik ish. Shu badel g'alat tilda nashbitlikmi deb olma deb saqandir bir gap. Badel nisyan qalbga aloqador bo'ldi. Qalbida asli shu bir narsani maqsad qilib so'zlaydi, lekin o so'zlagan gapining xatoligi so'zlash jarayoni oydin bo'lgan ekan, shaqqaday to'g'riga yo'tkilib oladi. Shunga buni badel nisyan deb qaraymiz. Demak, endi şu badeli izrab bo'lsin, badeli g'alat bo'lsin, badeli nisyan bo'lsin, bularning hech qaysi badalni mubaddal minhu bilan bog'lab turadigan rabita zimriga muhtoj bo'lmaydi. Endi masalan biz badeli izrabning bir misoli qaraydigan bo'lsak, tasaddaqtu bidirham dinarin. Asli tasaddaqtu bidirhamin dinarin dedik. Men bir dirham sadiq qildim. Bir dinar. Bir dirhem. Bir dinar sadiq qildim dedik. Asli mutakallim o'zining bir dirham sadiq qilganligini xabar berishni maqsad qilgan. Ondan o'zining bir dirham sadiq qilishni xabar berishni maqsad qilib bo'lib, uningdan keyin bu ishdan bir dirhamni sadiq qilganligini xabar berishni shaqqada uningdan yo'tkalgan. Va buni shu paytda qo'yib bir dinar sadiq qilganligini xabar qilishga yo'tkilib ketgan. Shuni bilan birinchisi bo'lgan dirham shu matruk hukmida qolib qolgan. Uni inkor qilishni maqsad qilinmagan va isbotlashni maqsad qilinmagan, ammo bir dinar sadiq qilganligini xabar berishni maqsad qilib, shunga tasaddaqtu bi dirham deb qilib, dinar degan shunga birimiz badali izrob deymiz. Agar mushu jumlada tasaddaqtu bi dirhamin dinarin degan bu shu jumlada mutakallim o'zining bir dinar sadiq qilganligini xabar berishni iroda qilgan bo'lsa, ondan uning tili dinarga bormay dirhamga ketib qolgan bo'lsa, bu badali g'alat deymiz. Asli u odam tasaddaqtu bi dinar demoqchi edi. Men bir dinar sadiq qildim demoqchi edi. Lekin tili tasaddaqtu bi dirhamin deb tili dirham ketib qolib, darhol bu xato ketgan tilni o'ngshash uchun dinarni o'tirib qo'ydi. Anda bo'lsa dinar bu yerda badali g'alat. O dinarni badali g'alat desam, bu xato so'zlanib qolgan gap degan bo'lmaydi. Dinar badali g'alat bo'lishi, dirhamga tili zillatul lisan bo'lib, tilda xato ketib qolgan, mubaddalni o'ngshash uchun kelgan so'z dinar badali g'alat deganimiz, xato so'zlanib qolgan, g'alat ketgan, ya'ni o'ngshash degan g'alatlikni yo'qotish uchun so'zlangan badalni badali g'alat deb atadik. Endi agar biz mushu misolda mutakallim bu dirhamni bir dirham sadiq qilganligini xabar qilishni maqsad qilibdi. O'zi asli men bir dirham sadiq qildim deganni bir xabar berishni maqsad qilibdi. Shu so'zni so'zlab bo'lganda tasaddaqtu bi dirhamin deb bo'lganda uningga ro'shan bo'libdiki, to'g'ri gapning asli bir dinar sadiq qilganlikni xabar berishning to'g'ri ekanligi, bir dirham sadiq qildim deb xabar berishning xato ekanligi oydin bo'ldi. Bu xatolik oshkor bo'lganligi uchun darhol xatolikni tuzitish nuqtasidan tasaddaqtu bi dirham deb dinar dedi. Anda o'sib yerki badal nisyan deymiz. Asli o'zining shu qalbga munosabatlik dedik buni. Qalbga munosabatlik deyishimiz asli dinarni o'tirib qo'ysulabdi ekan. Lekin o'zi dinarning to'g'ri, dinardan xabar berishning to'g'ri ekanligini, dirhamdan xabar berishning xatoligini unutib dirhamni tilga solganligi uchun shun darhol buni o'ngshab dinar degan so'zni so'zlab oldi. Shuni biz badal nisyan unutib so'zlab solgan bir so'zniki
bu unutulish nisyan holatini yo'qotish uchun kelgan badal bo'lg'achqa buni biz badal nisyan deb atadik. Endi biz yuqorqi shu badalni badal kul min kul, badal ba'z min kul, badal ihtimal, badal izrob, badal nisyan, badal g'alat deb bu 6 turlik badalni o'tirib qo'ydik. Endi biz mushuning har birisini yuqori mush 3 baytdan tafsili izohlab chiqaramiz. Musannif rahimahulloh degan mutabiqan aw ba'zan aw ma yashtamil alayhi yulfa ka aw kama'tufin bi bal degan. O badal mutabiq bo'ladi. Ya'ni badal mutabiq demakchi. Badal ba'z bo'ladi. Ma yashtamal aytilgan badal ishtamal bo'ladi yoki bal bilan bo'lgan ma'tufga o'xshash bo'ladi. Deganimiz ba'l bilan bo'lgan ma'tufga o'xshashdan maqsad shu badal izrob. Ya'ni bal bilan bo'lgan ma'tufmi? Chunki baldan keyin kelgan so'z shu maqsad qilinibdi. Balning oldingi so'z o'z beti qo'yib qo'yilibdi. Shuni demakchi. Mushu deydi hozir endi zalil izrob. Mushu bal bilan bo'lgan ma'tufni izrobga badal izrob degan gapga nisbat biring in qasdan sahib. Agar u badal maqsad qilinguchi bo'lgan in qasdan maqsadga hamrohlab kelsa dedi. Maqsadga hamrohlab kelsa demakchi o'g'ini badal izrobda mubaddal maqsad va badal maqsad degan ma'no chiqdi in qasdan sahibdan. Va duna qasdan g'alat degan gapdan cho'disa va agar kelsa u badal va in waqa'a al badal duna qasd fa huwa g'alat. Agar u badal maqsad qilinmoqchi bilan hamrohlab kelsa, maqsad qilinmoqchi bilan hamrohlab kelsa degan gap, ya'ni shu mubaddal maqsad qilinadigan, badal maqsad qilinadigan emas, badallan maqsad qilinadigan, mubaddal maqsad qilinadigan bunda holatda kelgan bo'lsa, bu badal g'alat bo'ladi. Chunki badal izrobda mubaddal maqsad va badal maqsad dedik. Endi bu fahuva g'alat dedik, chunki buni biz badal g'alat dedik. U g'alatlik shu badal bilan yo'qotiladi dedik. Unda da badal g'alatda mubaddal maqsad emas, badal maqsad degan bo'ldi. Unda bo'lsa, badal nisyanni o'tirib qo'ymadi musannif, badal nisyanni o'tirib qo'ymagan bilan biz buni shu qatorda so'zlayotdik. Badal g'alat bilan badal nisyan asosida yaqin bo'lg'achqa tilga aloqador bo'lgani g'alat bo'ldi, qalbga aloqador bo'lgan nisyan bo'ldi. Musannif bu vaqtda mundaq misol qildi. Fazruhu xalidan. Mana bu badal mutabiqmi masalan. Siz uni, ya'ni Xolidni ziyorat qiling. Uni ziyorat qiling desak, sal shu maqsadni oydin bo'lmadi. Xolidni desak maqsadni oydin bo'ldi. Bu badal mutabiq bo'ladi. Endi zuruhdagi o'zimining o'rnida Xolidni keltirib bo'ladi. Va qabbilhu yad. Siz uning qo'liga suyang desak, nishada bu badal ba'zning misoli. Chunki qo'l bir odamning bir juz'iy hisoblanadi. Aqribu haqqa, siz uning haqqini tunuting desak, bu badal ihtimal. Haq degan shu odamningki o'z ichiga olgan bir narsasi bo'ladi. Shunga buni badal ihtimal deymiz. Xuz nablan mudan degan endi bu siz o'qni eling, ya'ni pichoqni, o'qni tuting, ya'ni pichoqlasak bu badal izrob. Desak buning 3-chi bu xuz nablan mudandan 3 narsani badal izrob nima maqsad qilinildi? Badal g'alat nima maqsad qilinildi? Badal nisyanni maqsad qilinildi. Masalan, xuz nablan mudanda siz o'qni tuting, pichoqni debdimiz. Agar buni badal izrob desak, avvalan o'qni tut dedi. Uningdan keyin bu gapdan yuz o'rib lakanda pichoqni tut degan gapga o'tib ketdi. O'qni tutmag'in, o'qni olmag'in degan gap maqsad qilinmaydi. O'qni olg'in, pichoqni olg'in degan gap maqsad qilinmaydi. Ya'ni o'qni tut deganki, o'qni tutishdan bo'lgan maish shu paytda qolib qoladi, matruka hukmida qolib qoladi, ammo hukm muddan bilan isbotlanadi. Bunda shunga ma'tub nima? Matbu va tabi haj qilsa maqsad deymiz. Ammo buningdan biz buni badal g'alat desak-chu. Xuz nablan mudan sen o'qni olg'in deb bo'lib pichoqni
o'qni al, pichoqni desak, buni badali g'alat desak, musannif, ya'ni mutakallim mush gapni qilgan chaqda avval o'qni al dedi. O'qni tut deb bo'lib, uning shuning bilan o'zi pichoqni al degan gapga yo'tkaldi. Endi badali g'alat deyishimiz asli o'ziniki shu o'qni al degan gapininki xato tilda xatolik yuz berganligini, bir tilda xato ketib qolganligini o'ziga oydin bo'lgandan keyin darhol pichoq degan gap o'tib oldi. Tilda buningga ala xato ketib qolgan deb qaralib, shu buni badali g'alat deymiz. Agar buni badali nisyon desakchi, xuzna bilan mudan deganda, yana pichoq o'qni al, pichoqni desak, bu chaqda dastlabda u o'qni tut degan gap, o'qni al degan bir gapni maqsad qilib degan. Lekin mushu gapni degan chaqda darhol o'zining o'qni al degan gapininki xato bo'lib qolganligini, pichoqni al desa bo'lganligi uning oydinlashgandan keyin pichoqni deb o'tdi. Shunga bu asli pichoqni deyishi lozim ekanligi unutilgan nuqtadan bo'lg'achqa, shunga buni badali nisyon deb atadik. Endi navbatda bizning ko'makchi o'g'limiz ismi zohirini ismi muzmarlardan badal ağılamdı. Yani zimirden başka bir sözden badal ağılı bulamdı bo'lmamdı degan bir meselede. Bu vaqtda musannif bundaq deydi. Wa min damiril hazir az-zahir la tubdilhu illa ma ihatatan jala. Aw iqtada ba'dan aw ihtimala ka innaka ibtihajaka istimala. Beytning tercümesi hazirning zimiridin zahirini bedel aman faqatlan o zahir umumluqni ifadalab bersa, şu umumluqni ve shumulluqni ifadalab bersa bedel alsangiz bo'ladi. Yoki u bedel ba'zini taqozo qilsa, ba'zilikni taqozo qilsa bedel alsangiz bo'ladi. Yoki ishtamallikni taqozo qilsa badal olsangiz bo'ladi deydi. Unda bo'lsa zimir hazirning zimir degan qanday zimir esa damirul hazir, damirul muxatab vel mutakallim degan bo'ladi. Bu yerda hazirdan murad al mutakallim vel muxatab. Mutakallimning zimiridan muxatabning zimiridan degan bo'ladi. Ya'ni birinchi shaxs va ikkinchi shaxsning zimiri maqsad qilingan bo'ladi. Endi birinchi shaxs bo'lgan mutakallimni, ikkinchi shaxs bo'lgan muxatabni bildirgan zimirlardan ism zohirini badal olsak bo'lamdi desa, umumlikni ifodalab bersa shu badal bo'ladi dedik. Buningdan chiqdi, anda allaqachon zamir g'oyibdan ism zohirini badal olib bo'laverdi, u ham o'tab bo'ldi, zurhu xolidan deganga o'xshash chiqib bo'ldi. Endi umumlikni ifodalab bersa badal iling dedi. Masalan, takunu lana idan li awwalina ve akhirina. O bizge ayet buludu. Li awwalina ve akhirina desa, mesela li awwalina ulan akhirina lana. Akhirina awwalina ayet bolsun, li awwalina lana'dan bedel. Bedeli kul. Çünkü awwalina ve akhirana'nın sözlengenligi bu umumluqni ifade, bu bedelning umumni bildirganligini bildirdi. Mesela evveli ve ahir desek ma'nahu cemi'u degan cemi' ma'nosi ifodalanadi. Mesela qara'atul Qur'an minal Fatiha ila Nas desek ben Qur'anning hammini o'qidim degan bo'ldi. Yoki ilipdan yasıqcha degandek gapindi. Shunga evveli ve ahir desek cemi' degan bir ma'no tushuniladi buningdan. Hamma degan ma'no tushuniladi. Unda bo'lsa ihatet umumluqni ifodalab berganligi uchun shuni biz buni badri kul min kul deb qaraymiz bo'ladi. Yoki iqtido ba'dan dedi. Ba'zan ba'zilikni taqozo qilsa bo'ladi. Ya'ni badal shu bayon qilib umumluqni ifodalab bermasa badali ilinmaydi. Endi badal ba'z olsun buludu. Badal ba'z holatda
Zimirdin bedeli bazı şekilde bedelinidi, zimirdin bedeli iştimal şekilde bedelinidi, zimirdin bedeli iştimal bedeli bazı bedeli şu kul şekilde bedel ilinidi degan bo'ldi. Endi biz bedeli bazının misali qilsak, mesela laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjullaha vel yawmal ahir desek, mesela liman kana yarjullah vel yawmal ahir liman lakum'dan bedeli bazı oldu. Sizler üçün Allah'ın peygamberi de çıraylık namını bar idi. Yani sizler için sizlerin hemen namı dese ya Allah ve ahiret gününü ümit kaldırımlar için Resulullah'da çıraylık namını bar diyen oldu. Onda olsa bir yerde lakum'dan limen bedeli baz deyip kalırdı. Şimdi bedeli ihtimal çorese mesela zimirdin isim zahiri bedelengan oldu. Bedeli bazı ihtimal şekilde zimirdin isim zahirine bedeli ilin gayri bamırısı ba. Mesela a'cebteni sen beni hayran kaldırdın. A'cebteni kelamuke sen beni hayran kaldırdın. Yani senin sözün beni hayran kaldırdı desek mesela kelamuke degen isim zahir a'cebtedeki tadigen zimri muhataptın bedeli oldu. İkincisi puhime min emdi yani bu biz bunun yine bir noktanın düşünülüşü bulduk ki bedeli ihtimalının inneke ittihacek istimala degen okşar. Mesela sen yani senin huşallıkın ve kalplerinin senin huşallıkın kalplerinin sana mail buluşu. İstimalul kulub aleyk diyen buldu. İnneke ittihacek istimalul kulub aleyk. Yani senin huşallıkın kalplerinin sana mail buluşu desek ittihacek inneke kaptın bedel oldu. Hem zimirini bedel ağlı bulandı degen bir. Hem de zimirdin ismi zahirini bedel ağlı otken. Hem de zimirini bedel ağlılandı dese yani muzmerni bulmaydı. Bunda kem geldik ki mesela kumta ente desek kumtadaki ta'din entini bedel degil olmaydı. Bu entini ta'kid dep atayımız. Ta'kid lafzi dep kalırdı. Anda olsa zimir ismi zahirin bedelinamdı. Zimir ismi zahirin bedelinamdı ise yak ilinmaydı. Mesela ra'aytu Zeyden iyyahu. Ben Zeyd'i gördüm, onu gördüm desek bu kemmeydi. Sahih olmaydı. Tekimi bu izahlanmay mücmel halatga qaytib ketken bu açıqa. Onda da ismul istifhamdan bedel ağılı bulandı. Bedel asa qandaq ahvallar yüz berdi degan haqida to'xtalamiz. Ve bedelul mudammanil hamza yali hamzan kaman za sa'idun am ali. Musannif rahimahullah mındaq deydi. Hamzatul istifhamning bedeli hamzaga yandashidi degan bo'ldi. Ashir badal mudammanil hamza yali hamza deganning lug'at ma'nosi hamzatul istifham. İsmul istifhamning bedeli ismul istifhamdan ilingan bedel hamzatul istifhamga yandashib keladi. Masalan, man za sa'idun am ali bu kim? Sa'id mu yoki Ali mu desak mishada Sa'id menden ibaret ismi istifhamdan bedel. Mishada Sa'id menden ibaret ismi istifhamdan bedel bo'lganda mana bu hamzatul istifhamga yandishib hamzatul istifhamdan kin keldi. Demek çoğunu hamzat ismul istifhamdan bir söz bedelinse ismul istifhamdan ilingan bedelinin beşiğe hamzatul istifham kirdi demekçi. Ama bedelil mudammanil hamzi yali hamza deganning lug'at tarjimasida hamzi ma'nisini o'z qitiga oldirilguchining bedeli. Hamzatul istifhamning ma'nisi o'z qitiga oldirilgan so'z nima? Ismul istifham. Çünkü her qandaq ismul istifhamga hamzatul istifhamning ma'nisi o'z qitiga oldirildi. Çünkü ismul istifham mabni mi? İsmul istifham mabni nemişqa? Çünkü onun da hamzatul istifhamning ma'nisi bo'lganligi uchun deymiz. Şuna hamzatul istifhamning ma'nisi o'z qitiga oldirilguchining bedeli deganimiz ismul istifhamning bedeli hamzaga yandishib keladi dedik.
Men za sa'idun am ali deganga o'xshash. Undan boshqa bo'lsak, man ra'ayta Xolidan am Ali, man ra'ayta kimni ko'rding? Xolidni yoki Alini? Xolidan am Ali degan bo'ldi. Ma katabta nimani yozding? Tafsiran aw hadis? Sen tafsir yozdingmi? Ya hadismi? Deganga o'xshash. Endi pilni badalashga bilan to'g'risi bo'ladi. Va yubdalul fi'lu minal fi'li kaman yasilu ilayna yasta'in bina yu'an. Pildan pil badal ilnudu. Kimki bizning qishimizga yetib kelsa, ya'ni bizdan yordam so'sa, yordam beriladi deganga o'xshash. Mishala man yasilu ilaynadagi yasildan yasta'in badal. Kimki bizning qishimiz kelsa, ya'ni bizdan yordam talab qilsa, yordam beriladi degan bo'ldi. Yasta'in yasildan badal. Shunda demak, ismdan ism badal ilingan o'xshash, pildan pil badal ilinadi. Yine vaman Allah'ın bunu sözüde kelganga o'xshash. Vaman yab'al zalika yalqa asama yuza'ab lahul azab. Amshalik yuza'ab lahul azab yalqadan badal bo'ladi. Shuna pildan pil badal ilinadi degan gap chiqdi. Demak, musannifning kalamining zahiri pildan badal ilish joiz. Badal qismlarining hammasi bo'ladi. Badali kul sahasidan bo'ladi. Ammo badali ihtimolda bir ixtilof bor. Ba'zilar bu deydi, ba'zilar bo'lmaydi deydi. Chunki o badali ihtimolda zimir bo'lganligi uchun badali kulda zimir kelmaydi bo'ladi deydi. Ammo badali ihtimol bilan badali ba'zida badali ihtimolda ixtilof bor. Durust bo'lmaydi deganlar va durust bo'ti deganlar bor. Çünkü onun da zimir kilish zurul bo'lganligi uchun. Ammo badali ba'zida chuqum pildan pil badali ba'zi shaklda badalanmaydi. Nima uchun pildan pil badali ba'zi shaklda badalanmaydi desa, chunki li'annal pil la yataba'az. Ya'ni pil ba'zilanmaydi, juz'iga parchalanmaydi. Shunga pildan pilni badali ba'zi shaklda badala qilinmaydi. Ammo pildan pilni badala oldik deganlik hamda şu bir mufratdan bir mufratni badal aldık deganga o'xshaydi bu. Hamda badali g'alat shaklda pildan g'alat badal ag'lam desa, qoida bo'yicha bo'ladi. Masalan, qama deb bilib, qama qa'dal muallim. Qama qa'dal muallim. Muallim urtidi, o'ltidi. Asli o'ltidi demakchidi. Shu badali g'alat bo'lganga o'xshash. Mana bu pillarni badallashning durustligi haqidagi darsimiz. Demek umumisi bedel tavabi'larning qatoridan bo'lgan bedel haqidagi dersimiz mushada oxirlashdi. Keyingi dersimiz munada haqida bo'ladi. Va oxirida avana alhamdulillahi robbil alamin.